Mashq plata. Men bu darajada qilib qo'ya oladi deb o'ylamadim. Men detallarni ko'rasizlar. Har bittasi alishgan mashtiga. Kam o'zi qilib chiqqan. Shu o'sha plata okalarni qaranglar. Bu vastan aytib qilindi o'sha. Ishlayapti. Xudo xolisa hamma narsa ishlayapti. Agar plata remont bo'yicha shogird kerak, agar bitta odam tayinlayman desalar, okalar, bizda shogird kursini ham olamiz. Qanaqa plata remont qilinadi, har bittasini o'rgatib o'tib ketiladi. Bu alohida platniy bo'ladi. Bu BYD Seal'mi, nima bu? Seal'mi, ishqilib bir balog'a. Qisqasi bu ham remont bo'ldi akalar. Shuncha detal yurak kerak-da. O'rganish shu yurak kerak. Sanayt qilingan. Qancha ish bo'lgan bu yerda. Yarim kunlik ishda bu. Qisqasi shogird tayyorlayveramiz. Kelish olsak bo'ldi. Okalar, BYD Seal xudo xolisa tayyor bo'ldi. Bu faraga suv kirgan va bloklari kuyib ketgan okalar. Buni blokini polniy vasanayt qilib berdik. Ukam o'zi kuni bilan polniy shu bilan shug'ullangan. Akalar, maslahat beraman. Agarda farelarga suv kirib qolsa, sirasi ishga kirib uzinglar. Bugun o'zida bir 7 ta mashina keldi. Shu mashina farasi suv kirib, polni odoyi tomon bo'lgan. Okalar, xudo xolisa faramiz tayyor. Qo'ldan kelgancha qilib berdi. Maslahat okalar, suv kirdimi, sirasi uzilgan farqi yo'q, qatta bizga kelinglar demaymiz. Uzursanglar bo'ldi. Lekin mana qimmatga tushmaydi. Xudo xolisa Seal avtomobilimizda tayyor, chek hech nima yo'q. Zavod holatida yig'ib berdik. Kimga LED va bilet xizmatlari kerak bo'lsa, LED tuningga murojaat qilaverasizlar.